Qilsa, qanaqa futbolchi? Bir Abduqodir Husanov chiqmasin ekan senlarga. O'rtoq, shu desang futbolchi bo'lmoqchiman. O'yinimni bilasan, hammani aldab keta olaman. Lekin men katta natijalarga erishmoqchiman. Ya'ni katta futbolchi bo'lmoqchiman. Qanaqa futbol? Sen joyida. Mahallada to'lib, sendan zo'r o'ynaydiganlar ko'rdik, hammasi ko'chada ketmon chop yuribdi. Normal ish bilan shug'ullansang bo'lmaydi, Futbol ham kasbmi? Futbolchilikka qabul boshlandi, dada. Bir omadimni sinab ko'ray. Bilasiz, yaxshi futbol o'ynayman. Hali zo'r futbolchi bo'lmoqchiman, dada. Menga faqat ishonsanglar bo'ldi. Bizning avloddan bunaqalar chiqmagan. Otang qilgan ish qilsang-chi, sen bu ishni qila olmaysan. Aka, dadam menga ishonmayaptilar. Men hali futbolchilikdan zo'r natijalarga erishaman. Buyuk futbolchi bo'lmoqchiman. Dadamga o'zingiz ayting. Qilsa, qanaqa futbolchi? Bir Abduqodir Husanov chiqmasin ekan senlarga. Men ham yoshligimda bor-ku, aktyor bilan rosa o'ylaganman-da. Hammasi xomxayot. Sani yoshingda shunaqa narsa bo'lish aniq. Menga qara, hayotda pul topish kerak. Kel, yonimga kel, men tirikchilik qilamiz. Bo'l, tamom. Nima qilasan, oshna narsani qil. Futbol ham kasbmi? Qilsa, qanaqa futbolchi? Mahallada to'lib, sendan zo'r o'ynaydiganlar ko'rdik, hammasi ko'chada ketmon chop yuribdi. Balki meni ham qo'limdan kelardi.